grija bo'lsin, Parkinson bo'lsin, sudurgi bo'lsin, hamma yo'nalishda bir vaqt o'zida ish oladigan inson. Miyada har xil jarohatlar bo'lgan, miyada hajmli hosillar bo'lgan bo'lsa, miyada kista bo'lsa, bu simptomatik epilepsiya qo'yadi. Talvasa paytida qanday sudurgi yoki epilepsiya turi ekanligini bilib bo'lmaydi. Mana bolamning ichi ko'p ketyapti, endi bu epilepsiya bo'lib qoladi, tutqanoq bo'lib qoladi degan xayoldan uzoqlashing. O'sha yotga tepaqirib o'tgan paytda bir tomonga qaratadi bo'ldi. Boshqa ish qilmaydi. Qosh chiqish kerak-ku. 2 yil davomida bir marta ham epilepsiya bo'lmasdan olib chiqqandan keyin bemorni bu epilepsiya kasalligini olib tashlasa bo'ladi. Assalomu alaykum. Aslidash podkastining galdagi soni asl haqiqatlar, mohiyatni to'liq tushunishga harakat qilamiz. Xo'p, bugungi mehmonimiz Qurbonov Oybek Bahodirovich. Bu kishi o'zi asli nevropatolog bo'lib ham dong'i chiqqan, yaxshigina katta ustozlarning shogirdi hisoblanadi. Aynan hozirgi kundagi namoyandasi Ibodulayev Zarifboy Rejapovichni ishongan, mehr qo'ygan shogirdlaridan. U inson bilasizlar kimligini, bu kishi tibbiy psixologiyani O'zbekistondagi asoschilaridan va hozir nevrologni ushlab turgan odamlardan. Xo'p, Oybek akamiz 2015-yilda bakalavriat, magistraturani tugatganlar, lekin aynan nevrologiya yo'nalishida 2013-yildan beri 15 yil tajribaga egalar, hamma yo'nalishlarda, grija bo'lsin, Parkinson bo'lsin, sudurgi bo'lsin, hamma yo'nalishda bir vaqt o'zida ish oladigan inson. Men o'zim birga ishlab turgan holatda bilamanki, har bir bemorga individual podxod, ya'ni alohida yondashuv jihatdan unga ham nevropatolog, ham vertebrolog, ham terapevt sifatida qaray oladigan qarashga ega bo'lgan inson. Oybek aka, xush kelibsiz. Rahmat. Xo'p, bugungi temamiz sudurgi. Bu ruscha so'z, epilepsiya o'zbekchasi. Epilepsiya, sudurgi ikkalasi bir ma'noda. Epilepsiya. Bu podkastni taqriban bir ma'lum bir savollar evaziga tuzamiz. Birinchi savol. Xo'p, sudurgi o'zi nima? Oddiy til bilan tushuntirganda, xalqchil til bilan tushuntirganda, aslida sudurgi bu nima? Sudurgi yoki bo'lmasa epilepsiya nima o'zi aslida? Sudurgi bu bolalarning notekis muskullarning qo'zg'aluvchanligi bo'lgan vaqtda hushdan ketishi. Sodda tilda tushuntirganda talvasa. Talvasa. Talvasa faqat bolalardami, kattalarda ham? Bu yosh tanlamaydi. O'zi aslida 20 yoshgacha bo'lgan bolalarda 70% 20 yoshgacha bo'lgan bolalarda uchraydi. Bu butun dunyoning standarti bo'yicha. Statistikasi bo'yicha. Qolgani, misol uchun 60 yoshgacha bo'lganda uchraydi. Asosan yosh bolalarda uchraydi. 100%lik holat bo'lsa, masalan 100%, 100 ta odamda 100 xil kontingentda aniqlandi desa, 70 xili, 70 tasi 20 yoshgacha bo'lgan bolalarda. Deyarli bolalarda bu hozir 21 yoshgacha o'sish davrida turib, 21 yoshgacha bolalar olinyapti. Keyin undan keyingi 30% 21 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan kontingentda. Tushunarli. Xo'p, sudurgini talvasa nima ro'y beradi tanada u paytda? Odamlar tushunishi uchun. Unda o'zi 3 xil turi bor. Ha. Klonik, tonik, klonik. Mana bunda tanadagi muskullarni spazmi bo'ladi. Misol uchun tanadagi hamma mishsalar qisqaradi. Ha, mushaklar. Bu tonik bo'ladi. Misol uchun guruh muskul qisqargan vaqtda klonik bo'ladi. Klonik degani bu lateral, ya'ni ma'lum bir qo'lda yoki oyoqda yoki yuzni bir tomonida yoki aynan achaqni qo'zg'alish natijasida bo'lgan narsa bo'ladi. Ma'lum bir hududda, ma'lum bir o'choqda. Tonik, klonik bo'lsa aralash keladi. Birdaniga ham tana ham bitta joyda ham bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, unda yana ham chuqurroq kirishga harakat qilamiz. Epilepsiya bo'lgan paytda, epilepsiya bu o'zi alohida holat bor, kasallik bor, to'g'rimi? Epilepsiya kasalligi bor. Epilepsiya holati bor, simptom deydi yoki bo'lmasa sindromi bor. Sindromi kasalligi farqi qayerda? Biz mana shu avtobusda ketyapsiz yoki bir joyda turibsiz, bitta odamda talvasa boshlandi. Bunda kasalligimi yoki sindrom ekanligini qayerdan farqlab olamiz? Misol uchun bir marta aniqlangan bo'lsa, kasallik qo'yilmagan bo'lsa, endi uni ko'rgan paytda bilish qiyin.
kasallik hali qo'yilmagan, birinchi marta nima qilingan bo'lsa, ajratib olish uchun shunaqa simptom deb qo'ysa bo'ladi. Sindrom deb. Sindrom. Lekin yaqinlari kelgandan keyin, o'zi hushiga kelgandan keyin, So'rab hayot maqsad- anamnezini aytib bergandan keyin bilish mumkin. Xo'p, aslida birlamchi ravishda to'g'ridan to'g'ri sindrom qo'yish mumkin, kasallik qo'yish mumkinmi? Bu bolada sizni farzandingizda 5 yoshli bo'lsin, 10 yoshli bo'lsin, sizda Ma'lum- epilepsiya kasalligi bor. Mana bu qoidalarga ko'ra deyishda o'sha qoida nima? Masalan, asosan u tekshiruvlarni so'rayapsiz-da. Misol uchun elektroensefalografiya degan narsa bor. Miyadagi har bitta achaqdan chiqayotgan impulsni ko'rsatib beradi. Misol uchun epilepsiya kasalligi bormi, yo'qligini ajratib beradigan apparat. Ikkinchisi MRT qilish kerak. Miyada simptomatik o'zgarish bormi, yo'qligini bilish uchun. Mana o'zi epilepsiya ham 3 guruhga bo'linadi-da. Ne? Mana birinchisi simptomatik epilepsiya. Bunda miyada organik o'zgarish bo'lsa, mana misol uchun asosan 3 xil epilepsiya qo'yiladi. Simptomatik epilepsiyada miyada har xil jarohatlar bo'lgan, miyada hajmli hosillar bo'lgan bo'lsa, miyada kista bo'lsa, bu simptomatik epilepsiya qo'yadi. Idiopatik epilepsiya deydi. Noma'lum sababli. Yo'q, idiopatik epilepsiyada nasliy faktor aniqlansa, misol uchun mana uni dadasida epilepsiya bo'lgan, yoki onasida epilepsiya bo'lgan, nasliy faktor bo'lsa idiopatik bo'ladi. Kriptogen epilepsiya bor. Kriptogen deganda bunda noma'lum sababli epilepsiya bo'ladi. Misol uchun epilepsiyani davolashda ham asosan shu 3 ta guruhni ajratib olish kerak. Misol uchun epilepsiyani ko'p savol bo'ladi, epilepsiyani to'liq tuzatsa bo'ladimi degan. Yo'q, qarang. Misol bolalarda harorat ko'tarilganda 40 gradusdan 39 gradusdan ko'tarib ketgan paytda Idiopatik bo'ladi. bu idiopatik bo'ladi, ha? Hosilali yoki ikkilamchi bo'lmaydi. Unda asosan miyada organik o'zgarish bo'lishi kerak. Isitmada miya parda qitiqlangani hisobiga bo'ladi. 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda asosan isitma hisobidan epilepsiya kelib chiqishi bu tabiiy, ko'p bolalarda bo'ladi. Asosan U kasallikdan qo'rqish kerak emas. uni to'liq tuzatsa bo'ladi. Idiopatik epilepsiyani, kriptogen epilepsiyani bu asosan yo'qotsa bo'ladi. Bularda miyada hajmli o'zgarishlar bo'lmaydi. Tushunarli, qarang. To'liq davolasa bo'ladi 2 yil davomida. Yana ham soddalashtiramiz. Buni xalq tushunishi kerak-da. Aslini bilish kerak. Xo'p, bu idiopatik bo'lsin, siz aytgandek, noma'lum asl sababi nasliy bo'lsin yoki kriptogen bo'lsin, siz aytgandek, ma'lum bir o'choqli o'zgarish bor yoki mana bu 3-turi umuman sababi noma'lum bo'lgan. Uchalasida bo'lganda ham sudragini, ya'ni epilepsiyaning talvasasi bir xil kechadimi? Bir xil. Misol klonik boyagi hamma joyi bir vaqtda titrab, hamma joyi bir xil kechaveradimi yoki uni ketishidan qarab turib biz bu haqiqiy kasalligi, bu noma'lum bilmaymiz yoki bu mana ustida aytsa bo'ladi. Yo'q, buning uchun anamnez yig'ish kerak-da. Baribir anamnez keladi, ha. Demak, talvasa paytida qanday sudrug yoki epilepsiya turi ekanligini bilib bo'lmaydi. Endi prosta doktorni o'zi ko'p ko'rgan odam ajratib, taxminan ajratsa bo'ladi. Lekin yaqinlar ajrata olmaydi. Yaqinlar ajrata olmaydi. Tushunarli. Xo'p, keyingi savol. Sudrug paytida miyani o'zida qanday o'zgarish yuz beradi? Bu hammaga qiziq. Chunki ko'pchilik to'yda, gap-gashtakda, ayniqsa avtobusda zo'r narsalarni bilishadi. Sudrug paytida miyada nima yuz beradi? Buni biz bilamizki, bu aura degan narsa bor, boshqa bor kasalligida. Bu sindromda bormi, yo'qmi, shu narsalar to'g'risida sal izohlasangiz. Mana o'zi epilepsiya bilan kelgan bemorlarga murojaat qilsangiz, o'zi aurali, bezavrali bo'ladi. Misol uchun aurali Birlamchi, ya'ni u aurali degani, misol uchun bemor bilan gaplashgan vaqtingiz, misol uchun so'raganingizda epilepsiya bo'lishini oldindan bilasizmi desangiz, oldindan bilaman dedi. Oyog'im qizadi dedi, boshim qizadi dedi. ya'ni o'zi boshqacha bo'laman dedi. talvasa kelishidan oldin qanaqadir belgi beradi. Belgi bo'ladi. Shuning uchun ular Buni aura deydi. ko'p travma olmaydi. Aurasi bor bemorlar o'zi o'zini epilepsiya bo'lishini biladi. Mana oyog'im qizyapti, o'tirib olishim kerak dedi. Bezavrallarning yomon tarafi ko'p jarohat oladi. Qolagan joyga yiqiladi, ular bilmaydi. Aurasi bo'lsa, ya'ni unga signal beradi. Oyog'i qizadi, bosh qattiq og'rishi boshlaydi, quloqlari shang'illashi boshlaydi, Qizadi. quloqlari qizish boshlaydi, bosh ko'proq aylanish boshlaydi. Bu odam biladida, yiqilib qolishligini bilgan holatda borib o'tirib oladi. Qulay joyga o'tirib olib, sudrug tutib qolgan paytda ham xavfsiz o'tishligini ta'minlay oladi. Endi aurasiz, ya'ni belgisiz keladigan turi eng xavfli belgi ekan-da.
yiqilib har xil jarohatlar olishi mumkin. Kutilmagan joyda bo'lib qolaveradi. Jarohatlar. Xo'p, sindromalniy bo'lgan, ya'ni hayotda bir marta, ikki marta sudurgi bo'ladigan odamlardan avro bo'lishi mumkinmi? O'sha avro bo'lmaydi-da, ha? Yo'q, u har vaqt bir marta bo'lgan odamda o'sha avro bo'lmaydi-da, u moslashmaydi. O'sha bilmaydi ham bu narsani u. Mana постоянный sudurgi bo'lib yurgan odam o'sha epilepsiya qachon bo'lishini, nima bo'lishini biladi u. Misol uchun so'rasangiz, kecha men uxlamagandim, shuning uchun bo'ldi. Или men tabletga ham ichmagandim, shuning uchun bo'ldi. Ular постоянно o'zini ligirovka bilib qoladi. Shuning uchun og'riqni ham biladi-da ular. Xo'p, struktura jihatdan epilepsiyada tanada nima yuz beradi? Miyada. Bilamizku, miya bilan bog'liq. Mana yo'talganda yoki pnevmoniya bo'lganda o'pkada suyuqlik yig'iladi, bakteriya yig'iladi, imkon yaratiladi, suyuqlik yig'ilib turib uni yo'tal juqozadi, yo'tal bilan chiqarish harakat qiladi. Epilepsiyada nima bo'ladi? O'zi nima uchun sudurgi bo'ladi? Undan nima ma'no? Miyada bo'layotgan o'zgarish nima bo'ladi? Tana nima foyda ko'radi epilepsiya jarayonidan? Epilepsiya jarayonidan tana foyda ko'rmaydi, lekin tanada har miyada hamma markazni boshqaradigan strukturalar bor. Misol uchun shu qaysi strukturaga misol uchun bo'layotganini bilsa bo'ladi. Masalan, shu joyda kaltirash, shu joyga asosiy uklon shu joyga beriladi-da, shunaqa bo'lsa. Misol uchun miya pardasi qitiqlanishdan boshlanadidan shu joydagi miya hujayralari qo'zg'aladi, shu hisobiga bo'ladi-da. Sinaptik o'tkazuvchanlik buziladi shu joyda. Bizga bitta nomlamiz tushuntirgandi nima? O'sha student paytimizda 2006-2007-yillarda agarda miyada o'zi shunaqa bo'shliqlar bor. Miya o'ng miya bilan chap miya mana o'rtadan bo'lingan o'ng bor, chap miya yarim sharlari bor. Bular o'rtada o'zaro bir-biri bilan bordi keldi qilib turadi. Sinaptik. Va o'zi bo'laklarni o'zi ham bir bilan borib kelib turadi. Endi har doim miya regular, doimiy nazoratda bo'lgan impulslar chiqara olmaydi. Ba'zi impulslar nazoratdan chiqib ketib qoladi. O'shanaqa impulslar ma'lum bir bo'shliqda yig'iladi. O'sha bo'shliqda yig'ilgan impulslar yig'ilib to'lgandan keyin shu boshqarib bo'lmagan impulslarni birdan spishga chiqib ketishligi, notekis chiqishligi bu epilepsiya degan. Asli shumi? Shunaqa. Shunaqa ham bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, yana qanaqa oddiyroq tushunish mumkin? Bu hammaga qiziqda. Unda o'tiruvdi deydi, hozir tikka o'tiruvdi, sog'lom o'tiruvdi deydi. O'zi bu qadimgi zamonlardan mana birinchi bo'lib epilepsiyani nima qilgan odam Gippokrat. Miloddan avvalgi 460-yilda birinchi bo'lib yozgan. Bu shu narsani qayd qilgan. Miloddan oldin bu davrni saylamaydigan qadimgi zamondan hozirgi zamongacha bo'lib kelayotgan narsa-da. Qizig'i ham shunda. Hozir misol uchun butun dunyoda eng qiziq mavzulardan bittasi. Shuning uchun epilepsiyani har xil kitoblari ham bor, chiqib ketdi. Gippokrat ham, Ibn Sino ham, misol uchun taniqli qaysi vrachni o'qisangiz ham epilepsiya haqida ma'lumot berganda, misol uchun ko'p kasalliklar unchalik bo'lmasligi mumkin. Bu постоянно nima qilgan? Yana buyuk shaxslar ham обязательно epileptiklar ko'p bo'lgan. Uni miya faoliyatini ko'p ishlagani bilan bog'liqmi? O'zi epilepsiya unga bog'liq emas. Misol uchun epilepsiyaning asosiy qismi deydi 5 yoshgacha, misol uchun jarohat bo'lmasa, jarohat kam foiz oladi. Bo'lmasa, misol uchun 5 yoshdan уже ko'p odamda 5 yoshdan boshlanadi. Yoshlik davridan boshlanadi. Shuning uchun 20 yoshgacha asosiy foizni уже egallab bo'lgan bo'ladi-da epilepsiya. Oldindan yosh vaqtidan bo'ladi o'zi asosiy. Epilepsiya irsiy bo'ladimi? Irsiy faktor ham bor. Faktor bo'lmay, haqiqiy irsiy epilepsiya bo'ladi. Irsiy yo'q. Irsiy faktor bu ota-onasida epilepsiya bo'lganligimi bo'ldimi? Boshqa uni genga bog'liq bo'lgan aniq detali keltirilmagan. Yo'q. Misol uchun 100% irsiy deyilmaydi. Ma'lum bir qismi, lekin misol uchun dadasida bor, onasida ham bo'ladi. Bolasida ham bo'ladi, yoki onasida bor, bolasida ham bo'ladi. Bu kam foizni egallaydi. 50-yillarda 50-yilning meditsinasida asosan nasliy faktor deb qaralgan. Keyin meditsina rivojlanib, hozir asosiy faktor u nasliy emas degan nimalar bor. Nasliy emas degan xulosaga keldi, lekin asosiyni boshqa o'ringa chiqara olmadi hali. Bir qarasa, misol uchun 1000 ta bemor bo'lsa, rak kasali bilan bosh miyada aynan. O'shuni 500 da ham asosiy ravishda sudurgi yo'q-da. 500 da yo'q. Qarasa, rakni borligi 100% sudurgi chaqirmayapti-da. Bog'ligi yo'q. Hamma travmalarda, hamma
Misol uchun boksdan sudralga bo'ladigani kamda. Boksda travma oladigan odam yo'q. To'g'ri. To'g'rimi? O'sha uchun ham birinchi o'rinda nasliy degan omilni spiskadan olib tashlashdi, lekin birinchi o'rinda qaysi turish to'g'risida hali nimalar nomzodlar ko'p hali birinchi o'ringa chiqish masalasida. To'g'ri. Xo'p, irsiy bo'ladi, bosh miya jarohatidan keyin bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri asab tizimi kasalliklari bo'lishi mumkin bundan keyin? Ha, bo'ladi. Qaysi kasallik misol uchun? Mana shu insultlardan, asosan gemadagis insultlardan keyin Yosh kattalar. Yosh kattalarda asosan gemadagis insultdan keyin bo'ladi. O'zi 60 yoshdan keyin epilepsiya yoshlarda ham kattalarda ham bir xil tempda uchib yuradi, farqi yo'q. Ya'ni yo'q. kechishi bir xil, turi bir xil. Ha, kechishi. Kimdadir generallashgan, to'lig'icha hamma joyi muskul qisqarib klonik bo'ladi, kimdadir lokalniy, ma'lum bir qismdagi mushaklari qisqaradi, to'g'rimi? Tonik. Farqi yo'q. Yoshda ko'p endi aytdik 20 yoshgacha bo'lgan insonlarda umumiy insoniyatdagi epilepsiyaning 20% 70% uchraydi. 30% 21 yoshdan keyingi avlodda deyapsiz-ku, uni gapirdik. Xo'p, asab kasalliklarida, misol uchun bosh miyada o'tkir qon aylanishi buzilishidan keyingi jarohatlar endi bu. Jarohatda nima ishemik o'choq yoki bo'lmasa o'lgan to'qima bor atrofdagi joydan yuzaga keladi. Yana qaysi kasalliklarda epilepsiya bo'lib qolishi mumkin? Ya'ni tutqanoq. Masalan, bosh miya jarohatlaridan keyin bo'lishi mumkin. Har xil isitma kasalliklardan keyin bo'lishi mumkin. Isitma kasalligi emas, isitma holat. Xo'p, u sindromalniy, ya'ni ikkilamchi bo'ladi-da bu. Ikkilamchi. Любой narsada bu isitmani o'zi oddiy kasallik emas. Isitma holatida bo'ladi. Miyani meningitda bo'ladi. Keyin hozirgi oxirgi meditsinada 2020-yil klassifikatsiyasiga asosiyga OITS bilan OITS kasalligini ham kiritgan. Shularda ko'p bo'ladi. Nimaga o'yisi ko'p bo'ladi? Masalan, immunitet past bo'ladi, miyada har xil o'zgarish bo'ladi-da. Asosiy faktorlardan bittasiga uni ham kiritgan hozir. OITS bo'lib turib, speed epilepsiya bo'lgan odamni ko'rmadim. Shuning uchun ham mana Markaziy Osiyo davlatlarida mana o'zi epilepsiya 1000 ta odamdan Markaziy Osiyo davlatlarida 4 ta 5 ta deyilganda uchrashi. 1000 ta odamga. 1000 ta odamga. Har bitta 1000 ta odamdan 5 ta odamdan. Yevropa nima davlatlarda 5 tadan 10 tagacha deyilganda. Nimaga bizda kam? Statistika bizda kam berilgan, 50% shunaqa narsa bor. Lekin juda ko'p uchraydi-da. Yo biz doktor bo'lganimiz uchun ko'p kelgan ekan. Biz ko'p ko'rganda bo'lamiz, a? Hech ko'chada, avtobusda, metroda ko'p qolasizmi sudragini? Ha, ko'p bo'ladi. Qoshiq tiqayotgan bo'ladi, yo qo'lini tiqayotgan bo'ladi odam. Men juda ko'p ko'raman-da yo'lovchilar. Shu noto'g'ri narsa-da. Ko'p odam bilmaydi, qo'lini tiqadi. Ha, uni gaplashamiz hozir. Keyin xo'p, keyingi. Irsiyat ko'rdik, bosh miya jarohatlarini ko'rdik, asab tizimi kasalliklari. Boshqa kasalliklar bo'lmaydi-a? Misol aynan bironta bir kalsiyni yoki vitamin D ni shunga o'xshash mikro makroelementlar yetishmasligi bilan bog'liq bo'lishda fakt bormi? Bo'ladi. Bu epilepsiya emas, lekin uni ajratish juda oson. Epilepsiya emas, unda muskullarni hammasida tortish bo'ladi, mana misol uchun mineral moddalar. Mana bu oyoqlari qitir qilib mushaklarda oyog'im tortib qoldi deydi-ku, mushak spazm qiladi, mana qattiq spazm bo'lib, sudraga o'xshab qoladi. Ha, situatsion nevroz deydi. Eksterniy больницада ishlasangiz juda ko'p keladi. Ota-onasini yuzagiga olib, katalkada yetaklab olib keladi. Situatsion nevroz bu kasallik emas o'zi aslida. Qattiq stress natijasida o'zini atrofdagilardan zashta qilish, bunga e'tiborni qaratish uchun bo'ladigan narsa. Misol uchun butun tana qaltirab shunaqa keladi ko'p. Epilepsiya emas bu. Demak, epilepsiya situatsion nevroz. Boshqa kasalliklarda, moddalamasi yetishmaslikda bo'lishi mumkinmi o'zi? Kalsiy yetishmaydi, epilepsiya bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Yo'q, ha? Faktiga bog'langan fakt. Vitamin D yetishmaydi, epilepsiya bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Bu osteoporoz bo'lishi mumkin, lekin epilepsiya bo'lmaydi. Endi uchramagan unaqa. Balkim unaqa holat nimada ham yozilmagan. Kitobda ham yozilmagan. Unaqa holat registratsiya bo'lmagan. Yo'q. Demak, ota-onalarga bitta yo'llanma. Farzandingizda epilepsiya birlamchi, ikkilamchi bo'ladi deb gaplashdik mana. Ya'ni birlamchi to'g'ridan-to'g'ri epilepsiya kasalligi bor o'zi. U kasallik deb qaraladi, u doimiy bo'ladi. Uni davosi haqida hozir gaplashamiz. Ikkinchisi sindromal.
ma'lum bir marta, ikki marta qaysidir kasallik asoratini yuzaga keladigan epilepsiya bor. Bu kasallik deb qo'yilmaydi. Bu umuman batamom sizni tark etishi mumkin. Bir marta bo'ladi tamom yoki ikki marta bo'ladi tamom. Shu bilan sizni tark etishi mumkin. Ikkalasini ham sababi biron bir faktga bog'lanmagan. Hech kim bilmaydi. Faqat kasalligini qo'yish uchun uzoqroq vaqt kerak. Uni bir yil, 2 yil davomida kuzatib, har bir yilda necha marta bo'lyapti, har 6 oyda necha marta, har kvartalda necha marta, har oyda necha marta, qaysi doridan keyin kamaydi, ko'paydi, shunga qarab turib uni kasallik deb qabul qilinadi. Bironta odamdan keyin birinchi marta talvasa bo'lgan paytda epilepsiya kasalligi deb tashxis haqqi yo'q, to'g'rimi? Qo'ya olmaydi. Prosto epilepsiya kasallik qo'yilgandan keyin uni chiqarish ham kerak. Unga o'zi beriladigan dorilar bor. Misol uchun epilepsiyani o'zi butun dunyo standarti bo'yicha davolashda. Mana 2 yil mobaynida bir marta ham epilepsiya bo'lmasdan chiqib ketgandan keyin o'zi u siz kasallikni olib tashlasangiz bo'ladi-da. O'zi unga boshlangandan keyin dorilarni risk to'xtatib, risk olib tashlab nima qilish mumkin emas. Yana qaytalanaveradi u. Tushundim. Mana shu 2 yil davomida bir marta bo'ldimi? U yana qaytadan noldan ishlay boshladi. Yana noldan boshlaydi. Xo'p, buni hozir gaplashamiz. Demak, aytmoqchi bo'lganim, bironta bir kasallikka bog'langan joyi yo'q. Mana bolamni ichi ko'p ketyapti, endi bu epilepsiya bo'lib qoladi, tutqanoq bo'lib qoladi degan xayoldan uzoqlashing. Mana bolam kalsiy yaxshi iste'mol qilmasdi demang. Mana bolam kamroq uxlardi desangiz ham bularni birontasi fakt bilan mana shu odamlarda shuning uchun bo'ldi degan ko'rsatma yo'q. Bu degani nima? Bu gapni pravarda nima demoqchiman? Mana siz ham o'ziga to'q ham, kambag'al ham, olmon va boshqa ham, sovuqda, issiqda, hamma joyda yashagan odamda ham hammada bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. Siz bo'ldingiz, Alloh taolo sizga jazosi emas, boshqa narsa emas. Prosta Alloh taolo sizdan shu narsa bilan ne'matlantirdi bo'ldi. Asli epilepsiya bo'lishi ham qo'rqinchli narsa emas. Buni davomida gaplashamiz yana. Xo'p, suhbatimiz davom etadi. Suhbat shunaqa ma'noli, keysli, ya'ni ko'proq manfaatli bo'lyapti. Alhamdulillah shunaqa deb o'ylaymiz. Bunaqa suhbatdan o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar, qo'ng'iroqcha tugmachini bosib qo'yinglar va shunga oid bo'lgan savollar bo'lsa, hozir mana davolash to'g'risida, kulgili davolashlar to'g'risida gaplashamiz. Shunga o'xshash holatlar bo'lsa bizga bildiringlar. Biz keyin ko'rsatuvlarimizda buni Oybek doktor bilan birga ishlaymiz, qo'shib olib chiqishimiz mumkin va sizlarni fikr mulohazanglar, e'tirozinglar yoki taklifinglar biz uchun muhim. Biz buni kommentariyani bitta-bitta o'qib tekshirib ko'ramiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Foydali videoni faqat siz emas, qolganlar ham ko'rsin, ularga ham uzatib qo'ying YouTube'imizdan. Xo'p, keyingi savol. Sudirgi bo'ldi, uni davolashni uyda davolab bo'lmaydi. Mana hozir avtobusda, ko'chada har qanday joyda sudirgi bo'lib qoldi, qaltirab qoldi. O'sha paytda yonida turgan odam, yaqini kim bo'lsa ham nima qilish kerak? Nima qilishi kerak? Qilmasligi kerakni keyin gaplashamiz hozir. Birinchidan mana epilepsiya o'zi sudirgi juda uzoq davom qilmaydi. 15 soniyadan 3 minutgacha bo'ladi. Maksimali. Eng kam 3 minut. Borsa 5 minut. O'zi 3 minutgacha bo'ladi. Mana boshni yelka kengligiga qaratib tutsangiz o'zi bo'ldi. U til orqaga ketib nima bo'lib qolmaydi. Boshni yelka kengligida tutish kerak. Boshni mana mashg'ul. Ha, yelka kengligiga nima beradi u? Misol uchun bir tekis bo'ladigan bo'lsa, misol uchun tilda agar nima bo'ladigan bo'lsa, orqaga ketib qolmaydi. O'sha boshqa hech narsa bo'lmaydi. Qo'rqadigan narsa bo'lmaydi. Og'izdan ko'pik kelsa, yoki ovqat yangi yegan bo'lsa, tomoqqa ketib qolmaydi. Nafas yo'liga o'tib ketmaydi. Gorizontal turganda, misol nafas yo'li bilan nima teng bo'ladi-da. Yotga tepa qirib o'tgan paytda bir tomonga qaratadi bo'ldi. Bo'ldi. Boshqa ish qilmaydi. Qosh tiqish kerak-ku. U eng yomon narsa. Agar qoshiq tiqqaningizda tish sinib, qalqib ketib, u yomon narsa-da. Xo'p, buni hozir gaplashamiz. Endi qila oladigan imkoniyati eng daqiq joyini gapirdilar. Aslida birinchidan bemor yotqizish kerak. O'zi yotgan bo'ladi, tinchroq joyga yotqizish kerak. Yonida bunaqa detal, temir, tirsak, qo'liga ilib ketadigan narsa bo'lishi kerak emas. Tinchroq joyga, avtobus ichida, metroda, yo'lda, farqi qayerda bo'lsa ham. Qochilib, unga kenglik kerak. Kenglik nima uchun kerak? Unga birinchidan kislorod kirishi kerak. Ikkinchidan qo'liga o'sha torroq narsada bo'lib turib, nimani olib turib biron joyga lat etib qo'yishdan qo'rqish kerak. Ikkinchi narsa 30 sekundda 5 sekunddan 2 minutgacha deyilyapti-ku, 3 minutgacha, 180 sekundgacha. Tanada sudirgi bu, boya gaplashdik-ku, gaplashganimizdek,
tanadagi ko'ndalang targ'il mushaklarni, ya'ni insonning ixtiyoriga bo'ysunadigan mushaklarni bir vaqtda hammasini barmog'i uchidan sochiz uchigacha yoki bir nechta guruhlarni bir vaqtda sinxron bir-biriga mos bir-birini qo'llab qisqarishi talvasada. Mana shu mushak qisqarishligi uchun bu hujayrada, hujayra bu. Mushak bitta hujayra. Mana shu qisqarib turishligi uchun bunga energiya kerak. Energiya uchun qon aylanishi kerak-da. Qon kislorodga to'yingan bo'lishi kerak. Tasavvur qiling, hozir 12 dan misol hozirgi sekundda talasa boshlanadi, ko'kragimizni mana ko'tarib tushadigan mushaklar bor. Ko'ndalang targ'il mushak. Men xohlab mana ko'taryapman. Meni ixtiyorimga bo'ysunyapti. O'sha mushaklar hammasi qisqaradida, ko'krak to'liq kengayib olmagandan keyin o'pka nafas ola olmaydi. Til ham ishlamayapti, til ham turibdi baribir. Nafas ola olmaydi. Nafas ola olmagandan keyin hozir boshlangan epilepsiyada hozir u kislorodga ochlik boshlandi. Mana bu mushak 3 minutdan ko'p ochlikka chidolmaydi. Ochlikka chidolmaydi. Kislorodagi ochlikka chidamagandan keyin shunda bu o'zini o'zi kollapsga tushadi. Ya'ni o'zi och qolgandan mana ishini bor edi boradi. Prost qo'yib yuboradi. To'g'rimi? Prost mushak qo'yib yuboradi. Ya'ni bu yerdagi keltirmoqchi bo'lgan narsa, Oybek akam aytibdilar, boshini har ehtimolga qarshi mana qo'yib yuborib bo'lgandan keyin kuchayib turgan paytda oshqozonni ichida turgan ovqat massasi og'iz bo'shlig'iga chiqib qolsa, birinchi nafas olayotgan paytda o'sha ovqat massasi nafasga ketib qolmasin, yoniga qarab og'zini demoqchilar. Ikkinchi masala, uni yonidan qattiqroq jismni olib qo'yasiz, agar o'sha qiyshirab turgan mikrofonga o'xshab bir narsani bitta ursa, tamomda mana shu joyga keskin tortadi-ku, tortgan paytda teshib qo'yadi biron joyni. U o'zini ayashni bilmaydi u. Chuqishda emasda chunki. O'sha jismni yonidan olib qo'yishdan maqsadni bildik. Ya'ni u jismni o'ziga keskin harakat bilan tortib, qo'lini biron sindirib qo'yish mumkin. Ikkinchi yo'li, yoni ushlab oladigan narsadan o'zini olib olish kerak. Misol, avtobusda bo'lsa, qo'lini yonida yoki qo'lini ilgagiga o'tib ketadigan stoyka bo'lish kerak emas. Iloji boricha tezroq uni uzoqlashtirish kerak. Shunga o'xshash holatlar, bir arzimagan narsalar, arzimagan detallar, lekin bular katta ahamiyatga ega. Chunki bu bemorga hozir tibbiy jihatdan siz hech narsa yordam bera olmaysiz. Oybek ham shuni tasdiqladi hozir. Hech qanday yordam bera olmaysiz. Qoshini og'ziga tiqib tortib turib, hovuflagan bilan ham mana bu mushak, mana hozir ko'tardim, kengaydi. Mana shu qisqarganda eng qisqargan holatda mana shuni tortib turadi-da u. Siz xohlasangiz ham o'pka nafas ola olmaysiz. Chunki qorin devoridagi mushaklar ham ixtiyorsiz ravishda ko'ndalang targ'il mushakda qisqarib turadi, bo'ldi. Ko'krak, qorin hamma joy qotib turibdi. O'pkaga 1 gram ham havo kira olmaydi. U paytda sun'iy nafas bersangiz ham yordam ko'rsatib bo'ladi. Yana muskul u juda mustahkamlar. Juda mustahkam. Spazmini u qo'l bilan ochish qiyin. Agar yosh bola bo'lmasa. Chiroyli. Demak, birlamchi yordam tushundik. Uni toza havo ta'minlash, joyini kengroq ochish, yonidagi unga zarar yetkazish mumkin bo'lgan qattiq jismdan olib qo'yish. Iloji bo'lsa, Oybek akam aytganday, yo boshini bir tomonga to'liq burish yoki bo'lmasa gavdasi bilan yon tomonga o'zini burish, qo'lni ko'tarib o'ngga, chapga burdirish. Keyin hech narsa qilmaysiz, faqat kutib turasiz. Qarab turasiz. Keyin doktorga borasiz. O'zi doktorga siz telefon qildi, doktorga telefon qiladi. Skorga telefon qilasiz, keyin kutib turasiz. Iloji yo'q. Kutib turasiz. O'sha 3 minut zo'r ochlikka to'yingani bo'lsa, ochlikka chidaydigan bo'lsa 5 minutdan ko'p. Men ko'rmadim 5 minutdan ko'p to'g'risi. 4 minut ko'rganman, 2,5 minut ko'rganman, 5 minutdan ko'p ko'rmaganman. Qila oladigan ishingiz shu. Buni kim qilishi mumkin? Misol, avtobusda turganda liboy odam qilishi mumkin, ha? Yonidagi odam. Shuning uchun men o'zim bitta loyiha qilganman. Xudo xolasa yaqinda ishga tushadi u ham. Shoshilinch holatlarda aholiga, umuman shoshilinch holatlarda insoniyatga tibbiy birlamchi, tibbiy xodim kelguncha bo'lgan davrdagi birlamchi o'ta shoshilinch holatda yordam ko'rsatish taktikasi bo'yicha kurs o'qiganman. Inshaalloh, uning ichida sudirgan bor, epilepsiya, hamma narsa bor. Juda yaxshi narsa tanlabsiz lekin. Bizani xalq, mana misol uchun shu o'quv yo'q. Ko'p odam keladi, men qo'lini ko'rib o'zim qo'rqib ketaman. Ishlar bo'lgan, kesilib qolgan, nima qilding? Og'ziga tiqdim. Bizani xalq meditsina doktorlar bilan normal gaplashib ko'rgan xalq emasda. Ya'ni birinchi odamni juda katta jarlik bor-da o'rtada. Juda katta jarlik bor. Shu tema qilibsiz. Oddiy xalq bilan doktorlar o'rtasida
Bu doktor unga tibbiy bilim o'rgatish shart emas. Bu doktor unga men kelguncha mana qilib tur degan narsani o'rgatish kerak-da. O'sha o'rtada ham katta jalik bor-da. Tishlar sinib qolgan, oddiygina suzugida tishlar sinib qolgan. Bu yaxshi narsa emas-da. Demak, yordam ko'rsatmoqchi bo'lganda mana yaqinlari kimdir? Uyda, avtobusda, metroda, ko'chada, masjidda, hamma joyda bo'lishi mumkin bu. Kunni yorug' qismida, kunni qorong'u qismida farqi yo'q. Qiladi ishingiz 3 ish tekshirish bo'lish. 3 ish qilasiz, boshqa ish qilmaysiz. Tamom. Skoriy telefon qilasiz keyin sirasiz. Xo'p, keyingisi. Davolashni qanday zamonaviy usullari bor? Uni qanday namoyon bo'lishini bildik. Namoyon bo'lishi biz aytgandek yoki butun tanasi bilan titraydi. Bitta sanab bering, shunda nima bo'ladi? Bir etapda birinchi. Tonik bo'ladi. Epilepsiya o'zi mana klinikasiga 3 xil bo'ladi-da. Tonik, klonik bo'ladi. Gaplashdik uni. Tonik degani mana tanadagi hamma muskullarni o'zini qisqarishi bor. Bo'lishi mumkin. Og'izdan so'lak oqishi mumkin. qisqarib turgan paytda. Keyin bir ma'lum bir muskulni o'ziniki bo'lishi mumkin. Lokalni, ya'ni mahalliy hududda. Mahalliy hududda, aynan generalizatsiya bitta joyda bo'lishi mumkin. Tonik klonikda aralash bo'ladi. Ham tana, ham bitta qo'l qattiq nima bo'ladi. Masalan, tonik klonik bo'ladi, bu aralash qiladi. Epilepsiyada o'zi Endi qarang, ketma-ket mana bemor keldi. Bemor kelmadi, uzr. Bemorda qaltirab boshlandi. Aurasi bo'lsa ham, bo'lmasa ham qaltirab boshlandi. Qaltirayapti, generallashgan. Ketma-ket nima bo'ladi? Faqat qaltirab turmaydi, to'g'rimi? Boshida bir og'izdan so'lak oqadi, tilini tishlashi mumkin, tilida ko'psa jarohat bo'ladi kelganda. Og'izdan so'lak oqishi mumkin. Ko'p bolalarda mana so'lak oqadi, bo'lishi mumkin. Uni oldida yana nima ham chiqadi? Ko'pik ham chiqadi. Ko'pik ham chiqadi. Ko'p odamlarda nutq, nafas yo'llarida bo'lib, nutq bilan ham bo'lishi mumkin. Qanday bo'ladi? Deb bitta tovush chiqarib qotib qoladi. Ovoz chiqaradi, har xil ovoz chiqaradi. Unaqa bor. Xushtak chaladigan har xil bu ketishi har xil bo'lishi mumkin. Nafas yo'llarida misol uchun ko'p birovni turib qolsa, svitok chalib turadi. Turganda emas, o'zi shunaqa turi bor. Ovoz chiqaradi. Mana ko'plar yotgan paytda har xil ovoz chiqarib suradi. Qanaqasiga ovoz chiqaradi? Mana Qozog'istondan keldik o'zimizga. Yo'q, mana bunda o'pka ko'tarildi mana. O'pka ko'tarildi va qisqardi. Maksimum ichida havo qolmadi. Havo qolmagan joyda qanday ovoz chiqadi unda? Svitok ovoz. Svitok shunaqalar bo'ladi. Misol uchun nafas yo'li muskullar spazm hisobiga u to'xtab nima qiladi? Ovoz chiqadi. Ovoz chiqadi. Bo'ladi, ko'p keladi unaqa. Gapiradi. Epilepsiya misol uchun aynan mana muskuli qisqargan hisobiga bo'ldi degan narsa ko'p yosh bolalarda bo'ladi. Mana uni iyiga qilsangiz отдельно ajratib oladi. Zaykaniyaga o'xshagan nima bo'lib qoladi. Tovushni har xil bo'lib bitta nuqtaga qaraydi, tovushni har xil chiqarib boshlaydi. Ya'ni hamma joyi qotib qolmaydi. Lekin Prosta shuni bitta nuqtaga qaraydida, bola tormoz bo'lib qoldi. Tormoz bo'lib qoldi. Qarab, ovoz qaltirab turadi, bo'ldi. Ovoz qaltirab turadi. deb gapiradi. Shunaqa. Oyoq qo'li ishlab turibdi, prosta ovoz qaltirab turibdi mana. Bo'lishi mumkin. Bu qiziq. Qachon bo'ladi u? Aynan shu nutq markazida bo'lsa bo'ladi-da. Generalizatsiya achaqning o'zi shu joyda bo'lsa bo'ladi. Shunga yaqin joyda. Xo'p. Bildik, og'zi ko'pirib, og'zidan so'lak oqadi. Yonga qayrilgandan keyin, yonga qayrasiz, boshqasi xullas spazm qo'yib yuborgandan keyin bolada tagini qo'llab ham qo'yadi. Bola ham katta ham. Bo'ladi. Ya'ni mana hozir birdan bo'shashgani uchun shunaqa. Sishimiz katta orqa analni ham sfinkteri ham va oldindagi uretran sfinkteri ham bizga bo'ysunganligi uchun, ko'nali targ'ib bo'lganligi uchun o'z-o'zidan u ixtiyoriy ravishda bo'shashadi. Hamma tana bo'shashadi. Shu paytda siyib qo'yish mumkin. Bu tabiiy holat. Tabiiy emas, kutiladigan holat. U siymasa, hali spazm to'xtamagan bo'lishligi mumkin. To'g'rimi? Endi hamma epilepsiya ham unaqa bo'lmaydi-ku. Siymasdan bo'ladimi? Bo'lishi mumkin. Siyish ham kam holatda bo'lishi mumkin. Kam bo'lsa ham siyib chiqish kerak-da. Bo'lmasa tonus to'liq ketmagan bo'ladi, generallashgan bo'lsa. Unaqa qilib hammada shunaqa bo'ladi deyishni o'zi noto'g'ri-da. Unaqa bo'lmasligi mumkin. Yo'q, lokalniyda siz aytib turgan narsa kollapsga holatda bo'ladi u. Kollapsda bo'ladi u. Kollapsda misol uchun 90% da siz aytib turgan narsa bo'ladi. Misol uchun CD qo'yib olish bo'ladi. Kollapsda. Nima desa bunda
polni muskullar qisqarib kengayadi. Shuni hisobiga bo'ladi. Lekin epilepsiya unaqa narsa emasdi. Epilepsiyada unaqa bo'lmaydi. Masalan, bir ikkitasida bo'lishi mumkin, lekin u asosiy qismini egallaydi degan narsa emas. Asosiy simptom emas. 1-2% da bo'lishi mumkin. Bo'ldi. Xo'p, ota-ona yoki yon atrofdagi odamlar qaltiraganini bildi, og'zidan ko'pik chiqdi, bo'lsa CD chiqdi, bo'lmasa chiqmadi. Bo'shashib, og'zi ko'pigini tozalab, sal o'ziga keldi, ba'zilar yurib ham ketadi. Oldingi hayotni davom ettirib ketadi, ustini qoqadi, yurib ketadi. Yana holsizlik bo'ladi. Har bitta sudurgidan keyin slabus bo'ladi. Holsizlik bo'ladi. Gipoksiya hisobidan og'ziga uxlab ham olishi mumkin. Holsizlik bo'ladi. Asosan epilepsiya bilan bo'lganlar bilan gaplashsangiz, ota-onasi bilan shuni sudurgi bo'ldi, uxladi bolam, keyin uxlab qoldi deb aytadi. O'sha paytda eslamaydi sudurgi bo'layotdi, nimadir bo'lganini. Eslamaydi. Eslaganlar to'g'risidagi bironta yozilgan joylar bormi? Eslagan, men uni ko'rdim, men tasavvur qildim deganlar yo'q-a? Prosta og'zini his qilishi mumkin. Masalan, epilepsiyadan oldingi narsalarni eslaydi, shu 2 minutlik narsani eslay olmaydi. Masalan, u soznaniya o'zida bo'lmaydi u paytda. Xo'p, uni tushundik qanday noma'lum bo'lishini. Davolash qanday? Davolash bu juda katta muammo, ya'ni muammoligi hammani dardi shuni ichida-da. Yo'q, bu davolash mana misol uchun biz boya aytib o'tdik-ku, 3 xil turi bor deb. Misol uchun mana birinchisida miyada organik o'zgarish bo'ladi deb o'tdik. Masalan uchun mana jarohat bo'ldi, o'sma bo'ldi, yoki gemoragik insult bo'ldi, kista bo'ldi. Birlamchi aniq kasallik bor. Bunda обязательно или xirurgik jarrohlik yo'li bilan shu joyini tozalash kerak. Или mana bola umrbod, misol uchun epilepsiya bo'lishi mumkin. Buni lekin dorisini korreksiya qilish kerak. Shunga qarab уже sudurgi bo'lmaydi. Mana dori misol uchun gemoragik insult bo'lganga ham обязательно mana karbamazepin, karbalex tabletkalar berib turadi. Shunaqa tabletkalar ichib o'tadi. Ya'ni kasallikni birlamchi o'chog'i bartaraf etilmasa, u ham bartaraf etilmasligi postoyanniy bo'ladi. Shuda bartaraf etilmasligi mumkin. Bir oyda bir haftada bir kelsa, har kuniga yoki bo'lmasa 3 oyda bir takrorlanib turishi mumkin. U paytda davolash taktikasi o'zgarib ketadi, chunki siz unda surunkali shakliga o'tgan ikkilamchi epilepsiyani nazorat qilishni qo'lga kirishingiz kerak. Shuni biz dars o'tgan paytdan savol berganimda, mana epilepsiya o'zi aslida xronik kasallik deb aytiladi. Epilepsiya bu xronik kasallik. Surunkali. Nima desa, epilepsiya bitta marta bo'ldi, tugadi degan narsa emas bu. O'zi xronik kasallik, uzoq vaqt davom qiladigan kasallik. Mana bitta bo'lgandan keyin ham aytyapman-ku, mana epilepsiya kasalligi qo'yildimi, masalan, idiopatik bo'lsa, kriptogen bo'lsa, buni to'liq davolasa bo'ladi. Osonroq. Yo'q, to'liq tuzatsa bo'ladi. Bu butun dunyoning standarti bo'yicha ham mana 2 yil davomida bir marta ham epilepsiya bo'lmasdan olib chiqqandan keyin bemorni o'sha epilepsiya kasalligini olib tashlasa bo'ladi. Nimaga desa 2 yil davomida bitta ham bo'lmadi. Mana shungacha o'sha dorilarni ham kamaytirib, qisqartirib bordingiz. Oxirida yana ega qildingiz, emrit qildingiz, natija toza bo'lsa, buni olib tashlasa bo'ladi. Epilepsiya kasalligini to'liq tuzatsa bo'ladi. Misol uchun organik o'zgarishlar bilan bo'lgan sindromal epilepsiyada bunda achaq, misol uchun miyani o'zida achaq bor, u xohlagan vaqtda bo'lishi mumkin. Misol uchun bola bugun yaxshi uxlamadi. Ya'ni uni manbasini yo'qota olmaysiz-da. Bugun bola yaxshi uxlamadi. Misol uchun miya payda qitiqlandi, u shu joyni qo'zg'atdi, yana bo'lishi mumkin. Bu shuning uchun postoyanniy tabletkasini ichib o'tadi. Misol uchun bolani vesi, epilepsiyani xarakteri nimasiga qarab dorilar tanlanadi. Xo'p, uni tabiiy davolash yo'li yo'q. Yo'q, tabiiy davolash yo'li yo'q. Tabiiy buni oldini olib tursa bo'ladi. Bo'lish ehtimolligini kamaytirsa bo'ladi. Uni hozir gaplashamiz. Tabiiy davolash yo'q boshqa. Yo'q. Xo'p, davolashda asosiy prinsipial dorilar qaysi guruhdagi dorilar? Antikonvulsantlar, karbamazepin, karbalex, juda ko'p, mezakar, depakin, juda ko'p dorilar. Bular qanday ta'sir qiladi? Miyada shu joyda o'tkazuvchanligini kamaytirib beradi. Aynan shu joyda. Yo'q, aynan shu joyda emas, miyani o'zida o'tkazuvchanlikni kamaytiradi. Bu degani aslini olganda
miyani faoliyatini bosadi. Ha, sinaptik bog'lamlardagi o'tkazuvchanlik. Buni qanday zarari bor? Uzoq vaqt ichgan oldingi tablet mana benzonallarni zarari ko'p bo'lgan. Bu xotirani pasaytirishi mumkin. Xotirani pasaytiradi, eslash qobiliyatini kamaytiradi bolalarda. Sinaptik bog'lamlar postoyanniy o'tkazuvchanlik buzilib turgani uchun-da. Ha. Shunaqa. O'zi Lanch boshqa. qiladi, bog'larni lanch qiladi, uykuni chaqirishi mumkin. O'tkazuvchanlik Biz o'qitganda karbamazepin shunga o'xshash jigarga ta'sir dorilar. qiladi. U ta'sir, zararli ta'sirini aytaman desangiz, har qanday tabletdan zararli ta'siri bor. Jigarga, buyrakka. Tushunarli. Xo'p, endi muhim nuqta. Epileptik tutqanoq bo'lib qoldi. Tana uchun mana bitta sudurga o'tdi. Qanchalik zarari bor? Nima u o'zidan qoldiradi? Miyada har bitta sudur, mana bizga o'tgan paytda miyada har bir sudurga o'zidan iz qoldiradi deydi. U qanday ko'rinishda bo'lishi o'zi? Miyada glyukozning achaq qoldiradi. Mayda achaqcha, infarktik achaq deydi-ku. Mayda achaqlar qoladi. Har bir sudurgadan o'choq qoladigan bo'lsa, u ancha uzoq davom etadimi? Misol deylik, bir odam hayotida 100 marta sudurgi bo'ldi. 5 yil davomida. O'sha bo'ldi, endi u 5 yil oldingi sog'lomligi tushida ham yo'q. Ha, endi o'zi epilepsiya. Bu real asl narsada, asl haqiqatni bilishimiz kerak-da. Yo'q, men tushunyapman. Bu kichkinagan achaqlar hosil qiladi. Bu xotirani pasaytiradi. Lekin mana bu men boshqacha o'ylayman, lekin mana kitobda yozilgan epileptiklardan buyuk odamlar chiqadi degan maqola ham bor-da. Bu misol uchun Endi sanoqli-da, nechta buyuk odam bor. Yo'q, buni mana misol uchun ko'pisi epileptik bo'lgan degan nima bor-da. Misol uchun hozir Tanlangan odamdan ko'pchiligi epileptik. Da Vinci Epileptik bo'lgan. Da Vinci epileptik bo'lgan. Leonardo da Vinci, rassom. Napoleon, Gitler. Gitler epileptik bo'lgan. U fakt. Gitler biron joyda dori ichish kerak to'g'risida yoki epileptik sudurgi bo'lgani yozilmagan-ku. Ma'lumotlar bo'yicha bor-da shu. Yozilgan epileptik bo'lgan. Juda ko'p mashhur odamlar epileptik bo'lganda. Buni misol uchun aynan epileptik bo'lgan ona epileptik bo'lgani uchun kuchli odam deyilmaydi-da. Men misol uchun aytib bo'lmaydi. Kuchli odamlar chiqqan deb nima maqola ham bor shunaqa. Biz hozir Bu xotirani pasaytiradi, achaq bo'ladi deyapmiz-ku. Lekin bunaqa nima bo'ladi? Epilepsiya bo'lgan odamlarni o'zini ovutish uchun bitta dalda-da, bu to'g'rimi? Ko'psi ham bo'lganda lekin. Tarixda yozilganda, misol uchun hushini yo'qotdi, shunaqa deb bir tarix bo'ladi-ku. Xo'p, men aytmoqchi bo'lgan narsa, ota-ona nimada ehtiyot bo'lishi kerak? Mana insonlar shunaqa o'yindagi insonlar bor-da, marojni yeydi, marojni bosib bolasiga yediradi, ha desa, shamollab qoladi, yallanib qoladi, nimadir bo'ladi desang, dori bor-ku deydi. Dori borki, bitta 2 kun qo'l solamiz zo'r bitadi deydi. Epilepsiya shunaqa kasallik emas-da. Epilepsiyaning dorisi bor. Haqiqatdan o'sha dorini yaxshi ichib yursa, doim ichib yursa yuraveradi. Agar jismini o'zgartirib, qo'zg'atuvchisi aurasini sal uzoqqa olib kelib turib, tanasidan to'g'riroq foydalanishni o'rganmasa, u dori har safar sudurgi bo'lgan yoki har safar epileptik tutqanoq bo'lgan paytda o'zidan baribir iz qoldiradi. To'g'ri. Baribir iz qoldiradi, baribir so'zini aytadi. To'g'rimi? To'g'ri. Bu degani davosi bor ekan, unga ishonib o'tirish xato. Davosi bo'lsa ham siz uni qayta unda sudurgi bo'lmasiga harakat qiling. Yana o'sha gap, bolangiz bo'lsa ham, turmush o'rtog'ingiz bo'lsa ham, xotiningiz bo'lsa ham, ota-onangiz bo'lsa ham, hozir sudurgi bo'ldimi, sudurgining oldingi miyasi bilan hozirgi miyasining hujayrasining sonigacha farqi bor endi. To'ppa-to'g'ri. U har bitta bu fakt isbotlangan narsa. Har bitta epilepsiyadan keyin miyada baribir glyukozning achaq qoladi. Qoladi. Chandiq qoladi. Kichkina, katta u amaliyotsiz bo'lsa ham. Xo'p. Davolashni asosi dorilar. Mana davolash. Tabiiy davolash yo'li yo'q. Yo'q. Mana boyagidek birinchi turi bo'lib organik o'zgarish bo'lsa, u xirurgik yechim. Sababchini yo'qotish kerak. Sababini yo'qotish kerak. Ikkinchisi-chi? Ikkinchisida dorilar bilan bemalol davolasa bo'ladi. Hozir
Mana kasallar ko'pchilari Qozog'iston nimadan, ko'pchilari o'zimizdan. Bitta epilepsiya bo'ldi, endi buni davosi yo'q. Butun umr bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q, bunaqa emas. Epilepsiyani davolasa bo'ladi. Bu faktiski mana nechta kasal to'liq tuzalib yaxshi bo'lib ketadi. Просто 2 yil davomida naблюдениеda turadi. Navigatsiya turadi deganim 2 yil davomida dori ichadi u. Dori ichadi. Qaysi doktorga borish, shifokorga borishdan qat'iy nazar shuni Aytadi. shuni nimasida turadi? Uchotda turadi. Xo'p, 2 yil davomida uchotdan chiqib ketib, to'liq yaxshi bo'ldim deyishing uchun o'rtada boya aytdingiz-ku u. Bir marta epilepsiya bo'lsa. Bir marta epilepsiya bo'lsa ham tamom. Bitta bo'lsa, yana qaytadan 2 yil davomida yana nabliniya bo'ladi. Endi men standartni aytib turibman-da, butun dunyo. Standart. Qarang, endi bitta narsa gaplashamiz. Davolayapsiz. U dori miyani sinapsini pasaytirib beradi, ha? Agar uni qo'zg'atuvchisi ta'siri to'xtamasa, u dorini yana dozasini ko'tarish kerak bo'ladimi? Bitta nuqtaga olib chiqiladi-da shuning uchun. Bolani Pik nuqtaga. versiga, nimasiga, pik nuqtaga emas, mana tanlanadi. U o'rtacha dozировкаdan boshlanadi o'zi. O'zi Siz unga uni- ta'sir qildi, nima qildi desini bilmaysiz hali. Siz uni shuning uchun ham kuzatuvda bo'ladi. Kuzatuvda bo'ladi. Unga yaxshi ta'sir qiladigan dori tanlanadi. Uni keyin onasiga chiroyli qilib, misol uchun profilaktikasini tushuntiriladi. Mana shunaqa qilsangiz, epilepsiya bo'lish ehtimolligi kam. U oldin olishga harakat qiladi keyin. Shu narsalardan ehtiyot qiladi. Epilepsiya bo'lgan bola 5 yosh bo'lsin, maktab bo'lsin, bog'chasi bo'lsin, yosh bo'lsin, boshqa boladan psixosomatik jihatdan farq qiladimi? O'zi shuning uchun ham psixotik narshini ham chaqiradi degan nimalar bor-da. Ko'p epilepsiya Ya'ni u- bo'lgan bola, misol uchun ota-onasi asosan e'tiborni qaratadi. Bo'lib qolmasin, hamisha avayli. Uni o'zi bolani psixologiyasini o'zgartiradi. Ya'ni bola xudbin bo'lib qoladi. Ha? Nimaga desa, siz 5 ta bolangiz bor. Aynan uni sudurga beradi. Misol uchun qolganlarga qaraganda e'tiborni bunga ko'p qaratasiz-da. Xo'p, deylik, ota-ona yaxshi odamlar, normal tarbiyalayapti, bolasiga xudbinlikka qo'yishga yo'l bermayapti. Bolada psixosomatik jihatdan o'zgarish bo'ladimi, bo'lmaydi? Bo'lishi mumkin. Har sudurga bergan paytda. Xavfsiz. Autizm bola rivojlanmaydi bundan keyin. Bundan keyin autizm bola rivojlanmaydi, u boshqa rivojlanmaydi. Ya'ni autizm deganim jamiyatda ajralib qolishiga har safar miyasidagi o'sha gani o'choqlar ko'proq ta'sir qilib, aurasi ham kichrayib qolmaydimi? Bo'lishi ham mumkin. Bola odamovi bo'lib qolmaydimi? Kam ko'rishuvchan bo'lib. Odamovi bo'lib qolishi mumkin. U misol uchun o'zi ko'pisida psixomotor o'zgarish ham bo'ladi. Ko'pchilikda bo'lganlarda sal o'zgarish bo'ladi. Uzoq vaqt bo'lgan bo'lsa, uzoq vaqt dorilarni nolegal ichgan bo'lsa, Ya'ni tartibsiz buzib tashlagan. ichgan bo'lsa, bo'lishi mumkin. Tushundim. Demak, odamlar orasida sudurga davolanmaydi degan fikr bor. Bu qanchalik to'g'ri? Yo'q, noto'g'ri. Sudurga agar prinsipialniy odam bo'lsa, mana boyagi aytgan 2 xili bo'lsa, organik o'zgarishdan tashqari to'liq tuzaladi. Tuzalish ehtimolligi yuqori. Yuqori. Chiqib ketganlar ham juda ko'p. Siz tajribangizda aynan. Juda ko'p. Og'ir yiliga 20 marta, 30 marta sudur bo'lib qolgan odam. Yaqinda bitta qiz keldi. Yaqinda emas, endi 2 yil bo'lib, o'zi yaxshi bo'lib ketdi. 31 yoshida mana sovchilar kelib nima qilgan, onasi uzatmagan. Qizimda epilepsiya bor deb. Mana davolandi, nima bo'ldi, 2 yil bilan bo'lmadi. Turmushga chiqdi, to'yiga aytdi, borib keldik, qozog'cha to'y ko'rdik dedi. U qarang, mana zo'r savol ochadi shu yerda. Fertil возраст bor-ku, mana ya'ni tug'ish yoshiga kiradigan joylar bor ayollarning. Qo'pol aytganda, yosh bolalarda o'smirlik davri bor. O'smirlik davri, shunaqa fikrlar bor. O'smirlik davrida qolmasa o'sha paytda qolib ketadi deb shu davrga kutishadi. Haqiqatan ta'sir qiladimi? Yo'q, qayta o'smirlik davrida ko'payadi. Bu o'smirlik davrida qolib ketadi degan fikr noto'g'ri. Aytyapman-ku, davolanib o'zi yaxshi ham bo'lib ketishi mumkin. To'xtashi ham mumkin. Nimaga desa, uni miyasida organik o'zgarish yo'q-da. Undan uni qat'iy chegarasi yo'q. Qat'iy chegarasi yo'q.
Bitta nima bor? Misol uchun 60 dan keyin o'zi uchadigan epilepsiya demensiyadan keyin bo'ladigan. Masalan, nimalar bo'ladi epilepsiya? Ularda misol uchun aynan bitta nimada yo'qolishi mumkin. Bitta harakat To'xtashi bilan. mumkin. Sal Tushunarli. Xo'p, keyingi savol. Sudirgi bilan yashayotgan bemorlar uchun hayot tarzida qanday cheklovlar yoki ehtiyot choralarini tavsiya qilasiz? Bu endi ko'proq ota-onalarga tegishli gap. birinchi o'rinda sudirgi bo'lgan bolalarni o'zi mana hamma dunyo bo'yicha standarti bor. Mana shu narsalardan ehtiyot bo'lish kerak, mana shu narsalarni qilish kerak degan narsa. Shular. Mana birinchi o'rinda 6-8 soat uyqu bo'lishi kerak. Misol uchun 8 soat bola uxlashi kerak. Undan ko'p ham emas, kam ham emas. Katta odam. Imkon qadar. Katta odam. odam ham shuning katta odamga 6 ham o'tib ketdim. 8 soat o'zi standarti bo'yicha uxlash kerak. Hop. Uyqu yaxshi bo'lishi kerak. Agar uyqu yaxshi bo'lmasa ham bo'lish ehtimoli bor. Mana epilepsiyasi bo'lgan odam yaxshi uxlamasa, sudirgi bu qo'zg'alish ehtimoli bor. Yana qaytalanish ehtimoli bor. Xo'p, u uyquni aynan tunda bo'lishligi shart, melatoninga bog'liq holatda. Aynan U tungi uyqu. siklligi to'g'rilangan, har 1,5 soatda bitta sikl bo'lib, 5 sikl yoki 6 sikl uyqu bo'lishi shart. Shart. Ikkinchi tavsiya. Ikkinchi tavsiya bolalar suv bo'yiga, mana shunaqa epilepsiya bo'lgan bolalar suv bo'yidan ehtiyot qilish kerak. Ya'ni Yuradigan misol uchun basseyn nimalarga bermaslik kerak. mana qiziq nuqtasi shu joyda. Bu asoratni kamaytirish uchun aytilayotgan gap. Mabodo sudirgi boshlanib qolsa, suvga cho'kib ketsa tamom. Cho'kib ketsa o'ziga o'zi hech narsa Xizmat qila olmaydi. 3 minut bo'lsa ham suvda qolib ketib, og'iz bo'shlig'i birinchi nafas o'pkaga shunday suv to'ladi tamom. Yonida qattiq jismlardan ehtiyot choralarini yurish kerak. Iloji boricha unga qattiq jism olib yurishni berish kerak emas. Pichoq, hamyon nima deydi bizda meva kesadigan. Chaqqi demaydi endi. Nima deydi uni? Pichoqcha. Ular hamyon deydigan pichoqcha bor ekan u. Boboylardan olib yurardi. Hozir kamayib qoldi. Shunaqa narsalar detalni olib yurishni, ya'ni qattiq shakldagi jismlarni u bilan yurishligini to'xtatish kerak. Tepaliklardan asrash kerak. Qanday aytamiz, uni qachon avro bo'lishini bilmaymiz-ku. Ishlash kerak-ku, ham tirikchilik qilish kerak-ku. Pastda yurib ishlash kerak-da. Yo'q, sudirgi bo'lib qolsa hech kim yordam bera olmaydi-da. Keyin Issiq provokatsiya qilish mumkinmi? o't, issiqlar provokatsiya qilishi mumkin. Ya'ni Issiq suvdan ham ko'p odam mana issiq suvga cho'mildim, bo'lib qoldim dedi. unaqa ham bo'ladimi? O'tdan ehtiyot qilish kerak. Bo'ldi, tushundik. Birinchisi, bu boyagi nima edi birinchisi? Uyqu. Uyqu rejimini joyiga keltirish. Ikkinchisi, sudirgi yoki epilepsiya bo'lgan paytda yonidagi jismdan chekkaga qo'yib, umuman sharoitni ko'rish kerak, asorati kamroq o'tish kerak. Uchinchi tavsiya. Uchinchi tavsiya ovqatlanish rejimi bir xil bo'lishi kerak. Ovqatlanishga Yaxshi bog'liq bo'lishi kerak. Och bo'lsa ham bo'lib qolish ehtimoli bor. Epilepsiyanimi? Och qoringa epilepsiya bo'lib qo'yadimi, och qolgan bo'lgani uchun? Kislorodniy голодание bo'ladi-ku. Miyada ochlik bor, glyukozaga talab bo'ladi. Tashnalik bor, ha? Bo'ladi. Bo'lish ehtimoli bor. Yangilik? Yangilik emas, Nima uchun yangilik qolganini bilmayman. Ya'ni ratsional bolani yoshiga yoki katta insonni ham faqat ochlikka qo'ymasdan yoki doimiy ravishda interval golodaniyaga qo'ymasdan o'pishi qilib yozilgan sog'lom turmush tarziga e'tibor berish kerak deydi-da. u jismoniy aktivlik qilsa bo'ladimi? Jismoniy aktivlik yugursa bo'ladi, Misol uchun- suzishga qatnamasa bo'ldi. Sudirga qolmasa bo'ladi, yugursa bo'ladi. Trenajyorlarga chiqish mumkin emas, og'ir toshlar ko'tarish. Nimaga? Stress chaqiradi. Tigida qolib ketishi mumkin. Rostdan ham. Uni zashtasi bor-ku. Andan olib turib tepaga tiyak olyapsiz. U bir nechta zashtasi bor u. Yo'q, mana tiyak olayotganda aynan bitta qilib olmaysiz-da, bunaqa ham ko'tarishingiz mumkin, bola ko'tarishi mumkin, og'ir narsani. Asli shunaqa. Bo'lishi. Lekin boshqani mabodo kuchli mushakni zo'r o'qishdagi kislorodni galadaniyasini kuchaytirmaydi, kuchaytiradi. Kuchaytirmaydi. Kuchaytirmaydi.
Ko'rasizlar, real keyslar bo'lyapti-da, nima haqiqiy tajribali Tabiiy. keyslar bo'lyapti-da. Hop. Kutilmagan Yana savol. yana nimaga e'tibor berish kerak? Sog'lom turmush tarziga e'tibor berish kerak. Boshqa gap yo'q. Qolgan hammasi oldi qochdi uzuk-yuluq gaplar. Asosiysi qolib ketdi-ku. Epilepsiya bo'lib qoldi. Epileptik tutqanoqqa borib doimiy o'rganib o'tibdi. Dorini ichish kerak-ku. Dorini birinchi aytib o'tdik-ku. Dori ichish rejimiga amal qilish kerak. Birinchidan obязательно vaqtida, soatida mana doktor shuning uchun misol uchun boshqa hech qaysida soatini yozmasligi mumkin, lekin epilepsiyada aynan 9, kechki 9, 9, 16, 9 obязательно yozadi. keltirib yozadi. imkon qadar misol uchun yarim soat raznica qilishi mumkin, lekin obязательно aynan vaqtida ichsa yaxshi. Effekt yaxshi bo'ladi. Buni aytib o'tib ketdik. Yine aytdik, uni iloji bo'lsa, dorisiga nazoratchi bo'lish kerak. Yoshi katta bo'lsa ham. Obязательно. Dadasi, o'g'lim, xotin doring ichdingmi? Ichdingmi axir? To'shin ichdingmi? Tushuntirib berganingizdan keyin budilnik qo'yib qo'yildi. O'zimi? Bemorlar, uydagilar, hamma Ishsiz. odam esdan chiqib ketadi deb, misol uchun meni kasallarimiz shunaqa. Aynan budilnik qo'yib qo'yadi shu dorisini berish uchun vaqtida. Maşallah. Güzel. Xo'p, bu sudragisi bor yoki sudragisi bor inson bilan birga yashayotgan hamroh uchun tavsiyalar. Keyingisi profilaktika haqida sudragi xavfni kamaytirish mumkinmi? Profilaktika nima deya olasiz? Xavfini kamaytirish mumkin. Profilaktik jihatdan mana mani bolam yoki siz bolangiz yoki umuman jamiyatdagi bironta любой insonda sudragi bo'lmasligi uchun u nima qilish kerak? Bo'lmasligi uchun xavf borku. Siz bilaman bundan Bu savolni hozir o'zi sudragisi bor bolalar kam bo'lishi uchunmi yo umuman sudragi epilepsiya yo'q, bundan keyin ham bo'lmasligi uchunmi? sudragisi yo'q. Umuman yo'q. Yo'q, lekin bo'lib qolmasligi uchun. Har xil jarohatlardan ehtiyot bo'lish kerak. Aytdik-ku, bosh miyada har xil jarohatlar bo'lganda ham bo'lishi mumkin. Ha. Zolim shuning uchun travmadan nimadan ehtiyot bo'lish kerak. Uni ehtiyot bo'lish degan profilaktika emas-ku, u itak so'z u. O profilaktika uchun nimadir qilsak bo'ladimi? Nimadir qilsak biron bir tabletka ichsak, nimadir ichsak, nimadir qilsak. Sog'lom odamga epilepsiyada uchadigan tabletni bermaysiz-ku endi. Sog'lom turmush tarziga e'tibor berish kerak. 100%. Bo'ldi. Misol uchun vaqtida ovqatlanish kerak, vaqtida uxlash kerak. Hozirgi bolalar bilmadimmi? Nechida uxlaydi deb so'raymanda, 2 da dedi. Misol uchun rostmi mana? 2 da uxlagan bola melatonin olmaydi-da. O'zi uni ajralishi mana bolalarda 11 dan 3 gacha. Eng aktiv 23:00 dan 00:03 gacha. Ha, eng aktiv fazasida. Hozir mana o'zingiz любой misol uchun xohlagan odamdan bitta so'rab ko'rsangiz bo'ladi. Gapirib dardini aytadi. bo'lmasa, misol uchun ko'p bolalar uxlamaydi, yo telefon ko'radi, yo televizor ko'radi. Shunaqa. Shuning uchun ham hozir mana bolalarda kasalliklar ko'payyapti hozir. Ehtimol. Nima deb o'ylaysiz? Epilepsiya oxirgi yillarda ko'payaptimi, kamayaptimi? Ko'payyapti. Hozir mana zamon rivojlangan sayin jarohat ko'payadi. Jarohat ko'payadi. Mana mashinalar ko'p, nima bor, avariya bo'ladi, har xil nimalar bo'lishi mumkin. Bu ko'paytiradi. Mana havo yaxshi emas hozir. Butun dunyoda. Havo ta'sir qiladimi? Ta'sir Gipoksiya. Qanday? Gipoksiyami yo boshqa mexanizm bormi? Havoda infeksiya, zararlanish bu xohlagan kasallikka hamma narsaga ta'sir qiladi. Men aytmoqchi bo'lganim, aynan epilepsiyada havoning ifloslanganligini ta'sir qilgan faktlar bizda o'rganilmagan ana bu. Nechida u aniq shunaqa deb o'rganilgan emas. Buni biz aytyapmiz-da, birinchidan ikkalamiz. Bu o'rganilib isbotlangan narsa emas. Demak, lekin ta'sir qiladi. Profilaktika uchun sudragini oldini olish uchun yoki sudragi bo'lmagan odamda uni bo'lishini oldini olish uchun to'g'ri yashash kerak. Sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak. Bola 11 dan Bola ham obязательно katta, uxlash kerak. Uyqu rejimiga, to'g'ri ovqatlanish rejimiga hammasiga amal qilish kerak. Xo'p, o'sha 11-savolni gaplashib qo'yibmiz o'sha. Birinchi tez tibbiy yordam. Birinchi tez tibbiy yordam siz juda yaxshi tushuntirib berdingiz. Ha, blitz savoliga keldik. Bular qisqa savollar bo'ladi. Bularga tez javob berish kerak, eshitib olsangiz, tezlik bilan. Birinchisi, sudragi kasallikdan yoki bo'lmasa epilepsiya kasalligidan butunlay qutulish mumkinmi? Mumkin. To'g'ri taktika yondashuv bilan qutulish mumkin. Ikkinchisi,
Siz ko'rgan eng yosh epilepsiya bemori necha yosh deydi? Misolan, endi men детский nevropatolog emasman, shuning uchun menga asosan 2 yoshdan keyingilar keladi. 2 yoshlik Lekin bo'lgan. u xohlagan vaqti bo'lish ehtimoli bor. Xohlagan yoshda bo'lishi Yoshda bo'lish. Men 2 yoshli bola ko'rganman. mumkin. Xo'p, epilepsiya talvasasi, xuruji ko'proq kechasi bo'ladimi, kunduzi bo'ladi? Vaqt tanlamaydi. Xohlagan vaqti bo'lishi mumkin. Ya'ni Asosan kechqurun. bioritmga bog'liq emas. Bioritmga bog'liq emas, endi oilaviy nimaga qarab asosan kechki payt ko'proq uchraydi. Tushunadi. Sizningcha epilepsiya tutqani haqida odamlarning eng katta xatosi? Tuzalmaydi degan. Epilepsiya yaxshi bo'lmaydi degan o'sha miyasiga singib bo'lgan narsa. Yomon ya. Bir so'z bilan ayting. Epilepsiya bu Epilepsiya bu tanadagi titroq talvasa. zo'r. Hop. Juda qisqa bo'ldi ham deya olmayman, juda uzun bo'ldi ham deya olmayman, lekin jaydari bo'ldi. Qaysi ma'noda? Jaydaricha javob, jaydaricha savol bo'ldi. Cho'rtta kesilgan. Chunki o'zimga o'xshagan shiddatli odam bu ham. Nima qolib ketdi gaplashmagan? Epilepsiyadan gaplashaman desangiz, gap juda ko'p. Asli oddiy avom xalq bilishi kerak bo'lgan doktor uchun emas. Bu avom xalq uchun. Aslida podkastni asl holatni odamlarga bildirish xohlaymiz. Doktor o'zi topib bilib oladi. Kerak bo'lsa. Nima qolib ketdi avom xalq bilishi kerak bo'lgan? Avom xalq bo'lish kerak bo'lgan. Birorta fikrlar bo'lsa, qo'shimchalar bo'lsa? Epilepsiya agar miyada organik o'zgarish bo'lmasa, aniq tuzaladigan, yaxshi bo'ladigan kasallik. Ko'ngli cho'ktirmang. Sal e'tibor qilish kerak. Epilepsiyasi bor bolani tashlab ham qo'yib bo'lmaydi-da. Uni обязательно bitta ko'rsatib, davolanib, lecheniani boshlab olish kerak. Ya'ni vaqt uni davolanmaydi. Yo'q. Endi bu yerda eng yomon narsa boya keltirdim, men oldin bilmagandim shu narsani. Epilepsiyasi bor bolani jamiyatda ajratish kerak emas. Uyni ichida ham ana bu boladan bu bola afzal yoki bu bola kasal degan qarash yig'ishtirish kerak. Iloji boricha maktabdan bog'chasida ham unga alohida g'amxo'rlik tizimini yo'qotish kerak. U ham o'zini oddiy fuqaro, oddiy javobgar shaxs, har bitta harakatiga javob beradigan, o'zi yeb ichadigan narsasini ishlab topadigan ong bilan o'sish kerak. Tambal bo'lib qolish kerak emas-da. To'ppa-to'g'ri. Men aytdim-ku, epilepsiya. O'zim bilmay qoldim, juda qattiq gap gapirib qo'yganimda. Epilepsiyasi bobolardan, odamlardan ham juda katta olimlar nimalar chiqqanlar ko'p aytib o'tib ketdik-ku. E'tibor bersa yaxshi bo'ladi. Oxirgi 25 yildagina ayting birontasi bizga. Nimani? Olimlar. Ayniqsa O'zbekiston ichida. 100 yildan keyin aytishadi. Aytadi bizda suv tugidi, havo tugidi, anavlar tugamaydi dedik-ku. Xo'p, ancha-muncha jaydari savollarga jaydaricha javobdan oldik. Menimcha ma'lum bir ma'noda tushunib yetdinglar deb o'ylayman. Tushunmagan bo'lsanglar, kommentariyada, izohlarda yozib qoldiringlar, nimani tushunmadinglar yoki biz e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan qaysi gaplar qolib ketdi. Buni bizdan ko'ra biz boshqa ko'z bilan qarayapmiz. Chunki men shaxsan epilepsiya tutqanoq bo'lmaganman. Bu kishi ham epilepsiya tutqanoq bo'lmagan, bu atrofdagilar bo'lmagan, biz atrofimizdagilar. Siz ona sifatida yoki siz o'zingiz bemor sifatida, ota sifatida nimalarga e'tibor qaratib, nimalarni olib chiqishimizni xohlaysiz? Shu to'g'risida izohda yozib qoldiring. Men o'zim shaxsan Oybek ham birga bu narsani ko'rib, inshaalloh buni alohida ko'rsatib chiqaramiz. Javoblar yozamiz. Javob yozib, o'zi alohida video qilib kelgancha yordam beramiz. Albatta. Buni davolash kerak bo'lsa, bunga aniq yechim kerak bo'lsa, mana 2 yoshdan boshlab hammasini davolab joyiga keltirib yurgan. Men o'zim shaxsan guvohman, birga ishlaymiz, qilib yurgan bolalar. Hop, kutaman izohlaringlarni, fikringlarni kutaman va keyingi sonda Oybek bilan seriyali ravishda ko'proq olamiz, nevrologga oid bo'lgan narsalarni, temalarni qaysi ko'rsatib chiqishni xohlaysiz. Shuni keltirib o'tsangiz juda a'lo ish bo'lardi. Sabr bilan tinglaganingіз uchun rahmat. Biz g'oyamiz asl haqiqatni sizlarga anglatish, jo'n, sodda tilda, sizlar anglab yetadigan tilda bildirish. Zero ba'zi paytlarda tibbiy xodim bo'lmagan sharoitda nima ish qilishingiz kerak, yo u kelguncha bo'lgan joyda nima ish qilishingiz kerakligini to'lig'icha tushuntirib berish, anglatish.
Omon bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga foydali kontentlar ulatishni to'xtatmaymiz. O'zi 70 ga emas, 30 ga chiqqan odam bilan 10 yoshli odamni ham solishtirish hozirgi kunda xato. Hamshiramiz turmushga chiqib ketgandan keyin o'rniga uni uyidagi boshqa inson qo'ni-qo'shniga ukol qilib yurdi. Hozirgi kunda o'zi 3 oylik kursda o'qib, yana 3 oydan keyin o'sha shogird chiqazayotgan mutaxassislarni ahvoliga endi sal o'ylash kerak. Agar sen grijani davolamoqchi bo'lsang, agar sen massajni o'rganib o'zing davolamoqchi bo'lsang, menga kel. Nafaqat o'zingni davolaysan, sen birovlarni davolab pul topadigan grija mutaxassisga aylantiraman dedi. O'tkir yallig'lanishni olib tashladik. Xuddi yaqqol mushak sindromi bo'lib turibdi. Shunda ham massaga o'zi 100% lecheniya deyish noto'g'ri. Noto'g'ri. Bizda shunaqaki, afsuski bir 95% bemorlarimiz o'sha shifokorga keladi-da, xuddi hali mashinani itarishib yuboring, o'zi ruldan tushmagandek gapda.